sahoba ikromlarga aytdilarki, onangizni rashki keldi deb tabassum qilib qo'ydilar. Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning uylarida sahoba ikromlar bilan o'tirgan edilar. Shu payt boshqa bir onamiz tomonlardan bir idishda taom keltirildi. Shunda Oysha Siddiqa radhiyallohu anha onamiz rashklari kelib, taom olib kelgan xizmatchini qo'liga urib, haligi idish yerga tushib, sinib, taom sochilib ketdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tabassum qildilar. G'azablanmadilar, balki yerga o'tirib singan bo'laklarni taomlari yig'a turib sahoba ikromlarga aytdilarki, onangizni rashki keldi deb tabassum qilib qo'ydilar. So'ngra Oysha onamizning uylaridagi boshqa butun idishni o'sha taom yuborgan onamizni xonadonlarga jo'natib, muammoni adolat bilan hal qildilar. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Oysha Siddiqa radhiyallohu anha onamizlar bilan o'rtada rashk tufayli kelgan mana bu munosabatlarida qanday bu holatga munosabat ko'rsatdilar. Kelgan taomni rashklar kelib, qo'lik xizmatchini qo'liga turtgandilar, tushib ketib, idish ham sindi, ovqat ham sochilib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'azab qildilarmi? Ayollarga nisbatan o'sha mahalda siz bilan o'zimizni qo'yib ko'raylik, o'sha mahalda nima qilamiz ko'pchiligimiz? Alloh asrasin. O'sha joyda katta janjal, to's-to'polon, hatto ota-onalargacha chaqirtirib kelib, javobini beraveradigan odamlarimiz borda. Alloh asrasin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mana bu oilalaridan o'zimizga ibrat olaylik.